Oila va xotin-qizlar bo'limi Hunarmandlar uyushmasi bilan hamkorlikda o'tkazilayotgan bugungi tadbirning nomi Kashtalar jilosi. O'z-o'zidan nomini o'zi ham bizga aytib berib turibdi. Bu o'zbek ayolini qo'l mehnati, mashaqqati, ko'z nuri bilan barpo etilayotgan bir jiloki, qalblarga bir umrlik qadriyatlarni muhrlaydi. Ana shunday tadbirlarni tashkil qilishda bizga bosh vazir o'rinbosari, Oila va xotin-qizlar qo'mitasi raisi Zulixon Bahridinovna shaxsan o'zlari tashabbuskorlik bildirib turibdilar. Ana shu tashabbuskorlik, ana shu topshiriqlarga ko'ra bugungi tadbirni tashkil qildik. Do'ppi tikdim ipaklari tillodan, ipaklari demang zari tillodan. Jilov bersam gullariga, jilov bersam gullariga, ko'zing yorur bezaklari tillodan, ko'zing yorur bezaklari tillodan. Tumanimizda yo'qolib borilayotgan kashtachilik uslubini qayta tiklaymiz. Hunarmandga mana masalan ayollarimiz, siz o'tirgan uyda ayollarimiz jalb qilinyapti. Shu kunlarda mingdan ortiq ayollarimiz bandligini ta'minlab ustoz shogirdlar yaratilyapti. Hozirda yana bir mavzuni ko'tarmoqchiman. Mana o'qishni bitirgan, o'qishga kira olmagan qizlarimizni shu kasbga yo'naltirsak, ustoz shogird qilsak, yangi ish o'rinlari yaratilsak, yoshlar o'rtasida jinoyatchilik oldini olingan bo'ladi, yosh turmushga chiqishda oldin olgan bo'ladi, ish bilan ta'minlanadi. Hunarmandchilikda 34 dan ortiq turlari bor. Shu turlardan 12 tasi shu tumanimizda rivojlangan. Buvayda tuman hokimligi milliy hunarmandchilikni rivojlantirish va yangi ish o'rni yaratishga qo'shgan hissangiz hamda sohadagi ko'p yillik samarali va fidokorona mehnatlaringiz uchun Nasriddin va Naziraxon Isaqovna Buvayda tuman hokimligi Oila va xotin-qizlar bo'limi tomonidan tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Sohadagi ko'p yillik samarali va fidokorona mehnatlaringiz uchun Buvayda tumanidagi barcha hunarmand ayollar tomonidan yaratilgan, qo'l mehnati orqali yaratilgan ko'rgazmalarni namoyish qilishga harakat qildik. Bu bilan nima demoqchimiz? Ayollarimizni qalbi go'zal. Ana shu go'zal qalblari bilan go'zal bir namoyishlar qilmoqdaki, bu butun dunyoni zabt etib turibdi. Kashtalar jilosi degan bugungi tadbirimizdan maqsadimiz milliy qadriyatlarimiz, an'analarimizni targ'ib qilish va uni davom ettirish. Hozirgi kunda milliyligimiz yanada rivojlanib, bizni kichik hunarmandchiligimizga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Biz bundan juda ham xursandmiz. Bu ish bilan juda ancha yildan beri onam ikkalamiz shug'ullanamiz. Hozir mahallamizdagi yosh qizlar, ayollarni ham bu ishga jalb qilmoqdamiz.